Assalomu alaykum, hurmatli pensionerlar, ota-onalarimiz va ularning farzandlari. Bugun men juda muhim, ko'pchilik e'tibor bermasa pensiya pulini vaqtida ololmay qolishi, kartasi bloklanishi yoki ortiqcha asab buzilishiga duch kelishi mumkin bo'lgan masalani tushuntiraman. 1-iyuldan pensionerlar uchun yomon xabar deganda gap hammani vahimaga solish haqida emas, gap ayrim tartiblar. Tekshiruvlar va talablar kuchayishi natijasida ko'p odamlar muammoga duch kelishi mumkinligi haqida ketadi. Ayniqsa pensiyasini bank kartasi orqali oladiganlar, kartasi muddati tugayotganlar, telefon raqami o'zgarganlar, pasport ma'lumotlari yangilanmaganlar, qarzdorligi borlar va pensiyani ishonchnoma orqali oldiradiganlar bu videoni oxirigacha ko'rishi shart. Men sizga oddiy tilda ekspert sifatida nimaga e'tibor berish kerakligini, kimlar xavotir olishi kerakligini, kimlar esa ortiqcha vahimaga tushmasligi kerakligini batafsil tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni o'z vaqtida bilgan odam pulini, vaqtini va asabini asraydi. Avvallari ko'p pensionerlar pensiya pulini bir xil tartibda olib kelardi. Kimdir kartaga tushishini kutardi, kimdir naqd bankdan olardi, kimdir farzandi orqali yechtirib olardi. Ko'pchilik bitta narsaga o'rganib qolgan. Pensiyam har oy tushadi, menga hech kim tegmaydi. Hech narsa yangilash shart emas. Mana shu o'rganib qolingan yondashuv endi ko'p odamga pand berishi mumkin. 1-iyuldan boshlab eng muhim o'zgarish shundaki, pensiya to'lovlari bilan bog'liq ma'lumotlarni tekshirish, bank kartalari holatini nazorat qilish, shaxsni tasdiqlash, ishonchnomalar va qarzdorliklar bo'yicha tartiblar ancha jiddiy ko'rilmoqda. Bu degani hammaning pensiyasi kesiladi degani emas. Lekin ma'lumotida kamchilik bo'lgan, hujjati yangilanmagan, kartasi muddati tugagan, telefon raqami o'zgargan, bankdagi ma'lumotlari pensiya jamg'armasidagi ma'lumot bilan mos kelmagan odamlar pensiya tushishda kechikish, kartadan pul yecha olmaslik, bankdan qaytish yoki qo'shimcha hujjat talab qilinishi kabi holatlarga duch kelishi mumkin. Oldin ba'zi joylarda bunga ko'z yumilgan bo'lishi mumkin edi. Masalan, pensionerning eski telefon raqami bank tizimida qolgan. Lekin u raqam allaqachon ishlamaydi. Pensiya kartaga tushaveradi, pensioner esa bankomatdan yechib oladi. Endi esa ayrim operatsiyalarda tasdiqlash kodi, shaxsni aniqlash, karta egasining o'zi ekanini tasdiqlash talab qilinadi. Agar SMS eski raqamga ketsa, pensioner hech narsa qila olmaydi. Yoki pasport ID karta bilan almashtirilgan, lekin bankda eski pasport ma'lumoti turibdi. Natijada tizimda nomuvofiqlik chiqadi va to'lov vaqtincha ushlanib qolishi mumkin. Birinchi navbatda pensiyasini plastik karta orqali oladigan pensionerlar ehtiyot bo'lishi kerak. Hozir ko'pchilik pensiya pulini kartaga oladi. Bu qulay, lekin karta bilan bog'liq muammolar ko'paygan. Agar kartangiz muddati 2024 yoki 2025 yilning shu oylarida tugayotgan bo'lsa, albatta bankka boring va kartani yangilash tartibini so'rang. Ko'p pensionerlar kartaning old tomonidagi muddatga qarashmaydi. Masalan, kartada 0724 yozilgan bo'lsa, bu karta iyul oyigacha amal qiladi. Iyuldan keyin ayrim amaliyotlar o'tmasligi mumkin. Pensiya tushgan bo'lsa ham siz uni yecha olmasligingiz mumkin. Misol uchun, Toshkent viloyatida yashaydigan 68 yoshli pensioner ayol har oy 1.200.000 so'm pensiya oladi. Uning kartasi muddati iyul oyida tugaydi. U buni bilmaydi. Chunki pensiya har oy tushib turgan. 1-iyuldan keyin bankomatga boradi. Lekin bankomat kartani qabul qilmaydi yoki operatsiyani rad etadi. U bankka boradi. Bank esa kartani yangilash kerakligini aytadi. Agar hujjatlar yo'lda bo'lmasa, yana uyga qaytadi. Bir kunda hal bo'ladigan ish 2-3 kunga cho'ziladi. Bu esa dori-darmon olish kerak bo'lgan odam uchun juda og'ir. Ikkinchi xavf guruhi telefon raqamini almashtirgan pensionerlar. Ko'p ota-onalarimiz raqamni farzandining nomiga olib ishlatadi yoki eski raqam yo'qolib ketgan bo'ladi. Bankda esa boshqa raqam turadi. Hozir bank ilovalari, SMS xabarlar, tasdiqlash kodlari juda muhim bo'lib qolgan. Agar sizning pensiya kartangizga ulangan raqam ishlamayotgan bo'lsa, pulingiz kartada turgan bo'lsa ham uni boshqarish qiyinlashadi. Masalan, namanganlik pensioner ota har oy 9.000 so'm pensiya oladi. Uning kartasiga ulangan telefon raqami 3 yil oldin ishlatilgan, hozir esa o'chirilgan. Farzandi ilova orqali kommunal to'lov qilmoqchi bo'ladi, kod kelmaydi. Bankka borish kerak bo'ladi. Bank esa karta egasi o'zi kelsin deydi.
Agar pensioner yuri olmasa bu katta muammo. Shuning uchun telefon raqami masalasini oldindan hal qilish kerak. 3-chi xavf guruhi pasport yoki ID karta ma'lumotlari yangilanmagan pensionerlar. Ba'zi odamlar eski pasport bilan bankda hisob ochgan, keyin ID karta olgan, lekin bankka borib ma'lumotni yangilamagan. Pensiya jamg'armasida bir ma'lumot, bankda boshqa ma'lumot bo'lsa tizim savol beradi. Bu har doim pensiya to'xtaydi degani emas. Lekin to'lov kechikishi, qayta tekshiruv bo'lishi yoki bank xizmat ko'rsatishni cheklashi mumkin. 4-chi xavf guruhi qarzdorligi bor pensionerlar. Bu juda nozik masala. Ba'zi pensionerlar kredit olgan, mikroqarz olgan, kommunal qarzdorligi bor, aliment yoki sud qarori bo'yicha ushlovlar bo'lishi mumkin. Pensiya yagona daromad manbai bo'lgani uchun odam pensiyamga tegishmaydi deb o'ylaydi. Lekin ayrim qonuniy holatlarda sud hujjati, ijro varaqasi yoki bank oldidagi shartnoma asosida hisobdan ma'lum miqdorda ushlov bo'lishi mumkin. Bu yerda eng yomon holat shuki, odam buni oldindan bilmaydi, pensiya tushdi deb o'ylaydi. Bankomatga borsa pul kamaygan bo'ladi. Masalan, pensioner 1.500.000 so'm pensiya oladi. U 1 yil oldin 30.000 so'm mikroqarz olgan, to'lovni kechiktirgan. Sud yoki ijro tartibi boshlangan bo'lsa, uning hisobidan ma'lum qismi ushlanishi mumkin. Pensioner esa pensiyamni o'g'irlashdi deb o'ylaydi. Aslida hujjat asosida ushlov bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir pensioner bankdan yoki ijro organidan aniq ma'lumot olish kerak. Qaysi qarz, qaysi hujjat, qancha miqdor, qancha muddatga. 5-chi xavf guruhi pensiyasini ishonchnoma orqali oldiradiganlar. Ko'p yosh katta insonlar o'zi bankka bora olmaydi. Farzandi yoki qarindoshiga ishonchnoma beradi. Bu tabiiy holat. Lekin ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, notarial rasmiylashtirish noto'g'ri bo'lsa, ishonchnomada bank amaliyotlari aniq ko'rsatilmagan bo'lsa, bank pul bermasligi mumkin. Avvallari ba'zi joylarda tanish bilish bilan hal bo'lgandek tuyulgan bo'lsa, endi bank xodimi hujjatsiz pul bera olmaydi. Chunki u ham javobgar. Agar sizning kartangiz muddati tugamagan bo'lsa, pasport yoki ID karta ma'lumotlaringiz bankda yangilangan bo'lsa, telefon raqamingiz o'zingizda bo'lsa, qarzdorlik bo'yicha sud yoki ijro hujjatingiz bo'lmasa, pensiyangiz odatdagidek tushishi kerak. Ya'ni bu xabar hamma pensioner ertaga pulidan ayriladi degani emas. Men buni aniq aytaman. Eng katta muammo tartibsizlikda. Hujjatlar joyida bo'lsa xavotir ancha kamayadi. Lekin menda hammasi joyida deb o'tirib qolish ham to'g'ri emas. Chunki ko'p odam o'zida muammo borligini aynan pul kerak bo'lgan kuni bilib qoladi. Masalan, dori tugagan, uyda oziq-ovqat kamaygan, kommunal to'lov muddati kelgan, pensioner bankomatga boradi, shunda karta archa ishlamaydi. Mana shu vaziyatning oldini olish uchun 1 yildan oldin yoki shu kunlardan keyin darhol tekshirish kerak. Birinchi nozik jihat firibgarlar. Har safar pensiya, nafaqa, kompensatsiya, karta yoki 1 iyuldan yangi tartib degan gap chiqsa, firibgarlar faollashadi. Ular pensionerlarga qo'ng'iroq qilib, pensiyangiz to'xtab qolmasligi uchun SMS kodini ayting. Kartangizni yangilash kerak. Davlatdan qo'shimcha pul tushadi. Karta raqamingizni yuboring deyishi mumkin. Men ekspert sifatida qat'iy ogohlantiraman. Hech qachon SMS kodni hech kimga aytmang, bank xodimi ham. Pensiya jamg'armasi xodimi ham sizdan SMS kod so'ramaydi. Kartaning orqa tomonidagi 3 xonali kodni, amal qilish muddatini, ilova parolni aytmang. Masalan, pensionerga qo'ng'iroq qilishadi. Sizga 700.000 so'm qo'shimcha yordam ajratildi. Hozir tasdiqlash kodi keladi. Aytsangiz pul tushadi. Pensioner xursand bo'lib kodni aytadi. Aslida firibgar uning bank ilovasiga kirib, kartadagi 1.200.000 so'mni yechib oladi. Keyin bu pulni qaytarish juda qiyin bo'ladi. Shuning uchun 1 iyul atrofidagi har qanday shoshiltiruvchi xabarga ehtiyot bo'ling. Ikkinchi nozik jihat pensionerning tirikligini yoki yashash joyini tasdiqlash bilan bog'liq holatlar. Ayrim vaziyatlarda, ayniqsa pensioner uzoq vaqt bankka bormagan bo'lsa, boshqa viloyatga ko'chgan bo'lsa, chet elda bo'lsa yoki pensiyani doim boshqa odam yechib olayotgan bo'lsa, qo'shimcha tekshiruv qamrab olmaydi, lekin amaliyotda uchraydi. Agar pensioner chet elda bo'lsa, u konsullik orqali yoki belgilangan tartibda hujjat topshirishi kerak bo'lishi mumkin. Buni oldindan aniqlamasa, pensiya vaqtincha to'xtab qolishi yoki to'tov cho'zilishi mumkin. 3-chi nozik jihat bank kartasi boshqa odam qo'lida yurishi. Ko'p ota-onalar kartasini farzandiga beradi. Bolam pensiyam tushsa yechib kelasan deydi. Ishonch bor. Bu oilaviy masala.
Lekin huquqiy tomondan karta egasi pensionerning o'zi. Agar karta yo'qolsa, pul yechib olinsa, noto'g'ri to'lov qilinsa, bank birinchi navbatda karta egasining javobgarligini ko'radi. Farzandga karta berish o'rniga. Agar pensioner o'zi bora olmasa, rasmiy ishonchnoma qilish ma'qul. Shunda hamma narsa qonuniy bo'ladi. 4-chi nozik jihat pensiya miqdori kamaygandek ko'rinishi. Ba'zan pensioner menga kam pul tushdi deydi. Buning sababi har xil bo'lishi mumkin. Oldingi oy ortiqcha to'langan pul qayta ushlangan bo'lishi, qarzdorlik bo'yicha ushlov bo'lishi, bank komissiyasi bo'lishi, kartadan avvalgi avtomatik to'lov yechilgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun hissiyot bilan pensiyamni kesishdi demasdan, avvalo bankdan hisob varaq bo'yicha ko'chirma oling. Ko'chirmada qachon qancha pul tushgani, qachon qancha pul yechilgani, kimga to'langani ko'rinadi. 5-chi nozik jihat kommunal va kredit avtomatik to'lovlari. Ba'zi pensionerlarning kartasiga avtomatik to'lov ulangan bo'ladi. Masalan, kredit bo'yicha har oy 300 ming so'm, internet uchun taqimiz 1000 so'm, telefon uchun 20 so'm. Pensiya 1 million 400 ming so'm tushgan zahoti 470 ming so'm avtomatik yechiladi. Pensioner bankomatga borganda 970 ming so'm qolgan bo'ladi va nega kam deb hayron bo'ladi. Shuning uchun bank ilovasida yoki bank bo'limida avtomatik to'lovlar ulangan-ulanmaganini tekshiring. Birinchi qadam, kartangiz muddatini tekshiring. Kartaning old tomonida oy va yil yozilgan bo'ladi. Agar muddat yaqinlashgan bo'lsa, bankka boring. O'zingiz bilan ID karta yoki pasport, telefon, eski kartani olib boring. Bank xodimidan pensiya kartasini yangilash tartibini, yangi karta qachon tayyor bo'lishini va eski kartadagi pul yangi kartaga qanday o'tishini aniq so'rang. Ikkinchi qadam, telefon raqamingizni yangilang. Bankda qaysi raqam biriktirilganini tekshiring. Agar raqam eski bo'lsa, uni o'zingiz ishlatayotgan raqamga almashtiring. Eng yaxshi raqam pensionerning o'z nomida bo'lsin. Agar buning imkoni bo'lmasa, hech bo'lmaganda raqam doim ishlaydigan, oila a'zolari nazorat qiladigan raqam bo'lsin. Lekin SMS kodlarni begona odamlarga bermaslik kerakligini hamma bilsin. 3-chi qadam, pasport yoki ID karta ma'lumotlarini bankda yangilang. Agar siz oxirgi yillarda hujjat almashtirgan bo'lsangiz, bankka borib mening shaxsiy ma'lumotlarim yangilanganmi deb so'rang. Familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, hujjat raqami to'g'ri kiritilganini tekshirtiring. Ba'zan bitta harf xatosi ham tizimda muammo chiqarishi mumkin. 4-chi qadam, pensiya jamg'armasi bo'limi bilan aloqa qiling. Agar pensiya tushishi kechikayotgan bo'lsa, faqat bankni ayblamang. Avvalo mahalliy pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. O'zingiz bilan ID karta, pensiya daftarchasi yoki pensiyaga oid hujjatlar, bank karta ma'lumotlari, telefon raqamingizni olib boring. Pensiya to'lovimda kechikish bormi? Ma'lumotlarim to'g'rimi? Qo'shimcha hujjat kerakmi deb aniq so'rang. 5-chi qadam, qarzdorlikni tekshiring. Agar kartangizdan pul ushlangan bo'lsa, bankdan hisob ko'chirmasi oling. Ko'chirmada ushlov sababi ko'rinmasa, bankdan rasmiy izoh so'rang. Agar ijro organi orqali ushlov bo'lsa, tegishli ijro bo'limiga borib, ish raqami, qarz miqdori, ushlov foizi muddatini aniqlang. Og'zaki gapga ishonib qolmang. Iloji bo'lsa yozma ma'lumot oling. 6-chi qadam, ishonchnomani tekshiring. Agar pensioner o'z bankka bora olmasa, ishonchnoma muddati tugamaganini tekshiring. Ishonchnomada aynan pensiya olish, bank amaliyotlarini bajarish, karta bilan bog'liq ishlarni qilish vakolati yozilgan bo'lishi kerak. Notariusdan rasmiylashtirilgan hujjat bo'lmasa, bank xodimi pul bermasligi mumkin. Bu bankning yomonligi emas, bu xavfsizlik talabi. 7-chi qadam, firibgarlardan himoyalaning. Uyda barcha pensionerlarga oddiy qo'yda ayting. Telefon orqali hech kimga karta raqami, SMS kod, PIN kod, pasport rasmi yuborilmaydi. Agar kimdir pensiyangiz to'xtaydi deb qo'rqitsa, darhol telefonni qo'ying va bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. Hech qachon qo'ng'iroq qilgan odam aytgan raqamga qayta qo'ng'iroq qilmang. Rasmiy sayt, karta orqasi yoki bank bo'limidagi raqamdan foydalaning. 8-chi qadam, hujjatlarning nusxasini tayyorlab qo'ying. ID karta nusxasi, pensiya hujjatlari, bank shartnomasi yoki karta rekvizitlari, telefon raqami. Ishonchnoma bo'lsa, uning nusxasi bir papkada tursin. Katta yoshdagi odam uchun har safar hujjat kirish qiyin. Farzandlar ham ota-onasining hujjatlari qayerda ekanini bilib qo'ysin, lekin ularni ehtiyot saqlasin. 9-chi qadam, agar pensiya tushmasa, vahima qilmasdan tartib bilan harakat qiling. Birinchi bank kartasini tekshiring.
Karta ishlayaptimi? Muddat tugamaganmi? Hisob bloklanmaganmi? Ikkinchi bankdan ko'chirma oling. Pul tushganmi yoki yo'qmi? Uchinchi pensiya jamg'armasiga boring. To'lov yuborilganmi yoki yo'qmi? To'rtinchi, agar ushlov bo'lsa, ijro organidan hujjat so'rang. Shu tartib bilan yursangiz, muammo tezroq topiladi. Hurmatli tomoshabinlar, 11 iyuldan pensionerlar uchun yomon xabar deganda eng asosiy xavf shuki, hujjati, kartasi, telefon raqami yoki qarzdorligi bo'yicha muammosi bor insonlar pensiya pulini vaqtida va bemalol ololmay qolishi mumkin. Kimning hamma ma'lumoti joyida bo'lsa, karta muddati o'tmagan bo'lsa, telefon raqami ishlayotgan bo'lsa, u ortiqcha vahimaga tushmasin. Lekin tekshirmasdan beparvo yurish ham noto'g'ri. Men sizga tavsiya qilaman. Bugunoq kartangiz muddatiga qarang, bankdagi telefon raqamingizni tekshiring, hujjatlaringizni yangilang. Qarzdorlik bo'lsa aniqlang. Ishonchnoma bo'lsa muddatini ko'ring. Eng muhimi, firibgarlarga aldanmang va SMS kodni hech kimga aytmang. Agar siz yoki yaqinlaringiz pensiya bilan bog'liq shunday muammoga duch kelgan bo'lsangiz, kommentariyada yozing. Qaysi viloyat, qanday muammo? Bankmi yoki pensiya jamg'armasimi? Boshqa pensionerlar ham sizning tajribangizdan xulosa qiladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, qo'shnilaringizga, pensioner tanishlaringizga yuboring. Chunki bitta ogohlantirish kimningdir pensiyasini, vaqtini va asabini saqlab qolishi mumkin.